Yaptı, bitta sevgida emas, mahsulot sotib olayotganda ham, keyin narx zakaz berayotganda ham hali yurak jizdiydik. Rizq Allohdan deb shu narsa kerak. Ko'rib turgan joylarda 1,5 ming dollarga olib kelib o'rnatib berdik. Hop, akamiz biz Instagram sahifamizdan ko'rib zakaz bergan ekan. Olib kelib o'rnatib, hamma yo'g'ini cho'tka qilib berdik. Hop, o'rnatib bo'lganimizdan so'ng akamiz aytayapti, "Uka, bitta voqea bo'ldi. Короче, sizlar kelishinglardan oldin usta kelib o'lchab hisob-kitob chiqargan, hamma yo'g'i bo'lgan, lekin narxi 1000 dollar degan. Lekin akamiz unchalik ko'ngli tortmagan, shuning uchun yana boshqa istaydi, istaganda biz chiqamiz, hisoblab kelib qildik, lekin sizlarga 1,5 ming, ularga 1000 dollar chiqdi" dedi. Nimaga 1000 dollarga qildirmadingiz desam, aytayapti, "Uka, deyapti, bitta sevgida emas, mahsulot sotib olayotganda ham, keyin narx zakaz berayotganda ham hali yurak jizdiydi ekan. Shunaqa narsa bo'ldi sizlarda" deb hozir aytib o'tuvdi. To'g'ri aka deb qo'yaverdik, endi nima deymiz. Xo'p, ko'rib turgan joylarga 1,5 ming dollarga olib kelib o'rnatib, hamma yo'l cho'tka qilib berdik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'ling.